Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib borayotgan qadrli xaridorlar, obunachilar. Toshkent shahridan bank orqali ko'p uy so'rashadi-da, telefon qilib. Shuni so'rayotgan mijozlarimizga xudo xolasa Sergelidan yaxshi variant bor. 2 sotuv 5 xonali pishkang'ishdan qurilgan xonadonimiz bor. Xonadon qurilganiga 3-4 yil bo'lgan. Mana atrofida hammasi mashhur xonadonlardan 3-4 ta qurilgan. Zo'r tarafini aytadigan bo'lsam, qaranglar, oldidan suv o'tgan, mana shu toza suv. Yaxshi toza suv, ko'cham boshdan ham bilsanglar bo'ladi. Ko'cham boshi shuni teglarigacha ko'rinib turadi. Tegi endi loy bo'lgani uchun shuni xira ko'rinadi. Oldidan toza suv oqib turadigan joydan mana shu xonadon sotuvga qo'yilgan. Bu xonadonimiz qayerda deydigan bo'lsanglar, Yarmarka tarafdan Xonobodga kelayotganinglarda mostdan tushasizlar. Mostdan tushgandan keyin Xonobod tarafga qarab yurganinglarda yangi mostdan shunday tushib o'ng tarafga taxminan 2 kilometr yurganinglarda eski Sergelining boshlanishida joylashgan. Mana shu xonadonni obzorini qilib beraman. Svet, suv, gaz, hamma narsa bor. Mana shu yerdan ko'chaning yuziga mana 100 metr ko'chaning yuzi ham ko'rinib turibdi. Mana shu xonadonni bitta ko'ringlar. 2 sotuv, $84,000 startviy narxi. Hovlisiga mana bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Mashina qo'ygandan tashqari mana bitta joy ham qoladi. Bemalol mana tapchanlarni qo'yib olib, oylab o'tirishga joy ham bor. 2 sotuvga tushgan. Endi uy egalari pul zarur bo'lgandan sotishayotgan joy, lekin xonalari katta zo'r tushgan. Bismillah deb kirib xonalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar spalni, xohlasanglar zal, lekin zallar razmerida kichkina emas, shu pardalarni ham tashab kechar ekan. Qaranglar, juda ham chiroyli, holati yomon emas. Qurilganiga 3-4 yil bo'lgan. Srochniy endi sotuvga qo'yilyapti. Bank orqali ham beramiz deyapti. Asosiy bino kiradigan bo'lsak, koridorlarning kengligini ko'ringlar. Yaxshi yorug' svetda bo'ylab o'shtirilgan. Kirishimizda o'ng qo'limizda studiya qilib oshxona qilingan. Oshxonani yaxshi anaqa studiya bo'lsa, mana holda bo'lsa hidlanadi bu deydigan bo'lsanglar, mana shundan bitta devor urib olsanglar, oshxona ham razdelniy bo'ladi, lekin razmerini kattaligini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Katta razmerda oshxona mebellari qoladi. Kirishimizga o'zi asosiy mana mehmonxona bu yoq ekan. Mehmonxona bir 20 ta, 25 ta kishiga mo'ljallangan. Bo'ylarni ham chiroylilarini tanlab yopishtirishgan. Zalimiz. Xo'p. Ikkita xona bo'ldi, ko'rdinglar? Ikkinchi xonamiz. Xo'p. Bu yoq tarafda 3-xona. Bolalar uchun spalni qilib bersanglar bo'ladi. Bu yoq tarafga qaragan rom tashalgan, koridorga qaragan отдельный rom tashalgan. 3-xona. Bu xona ham kichkina emas razmeri. Yonida kattalar uchun mo'ljallangan spalnini ko'rsak bo'ladi. Xonalarning razmerlari juda ham katta tashalgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa arzon uylarda ko'p e'tibor bersanglar, xona razmerlari kichkina bo'ladi. Bu uyimizdan detskiy xonasidek bo'ladi, boshqa uylarning spalni kattalar uchun mo'ljallangan. Xo'p, koridor oxirisida umumiy sanuzel xona, orqa tarafida ozgina havolanishga joy ham qoldirilgan. Chap qo'limizda uy egalari bo'lgani uchun ko'rsata olmadik, lekin bu ham ichida sanuzel xonalar bilan chiroyli ta'mirlangan xonasi. Umumiy hisobda $84,000 so'rashyapti. Yana o'zlari bilan kelib savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Sergeli tumanida joylashgan. Qiziq bo'lsa, videoning tagidagi raqamlarga bog'lanaverasizlar. Videoga like bosib, Toshkent shahrida mana shunaqa ipoteka orqali uy qidirayotgan tanishinglar bo'lsa tarqatib qo'yinglar. Naqd xohlasanglar ipotekaga gaplashsanglar bo'ladi bank orqali. Salomat bo'linglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.